Qanchadan? Aka 2 million 800 mingdan aka. Kami? Aka bir oyli, iki oyli sut ko'zi qo'yganim yo'q aka, 4 oyli sog'liq qo'yyapti aka 2 million 800 ming so'm. Donalabga ham. Olishaversin. Qirg'iziston nasldor qo'chqorlar olamiz degan ekiblarimizga assalomu alaykum. Zamin Uz kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube ishqibozlari, hurmatli aka-ukalar. Akalar bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida o'sha arzonchi o'qituvchi Fayzullo ukamizni qo'yib bermas akalar Qirg'iziston Olabuqadan dahshat qo'chqor sovliqlarimiz inshaalloh yetib keldi akalar. Qisqa vaqt ichida bularni to'liq ma'lumotini qo'ldan kelgan jo'rtishga harakat qilamiz. Videomiz manfaatli bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, she'rlarga padlisak xudo xolasa akalar 3 partiya, 4 partiya ma'noli mazmunlar. Siz kutgan akalar 5 gekti nasldor qo'chqorlar ham xudo xolasa chiqib keladi. Mana efirimizda akalar. Xudo xolasa oxirigacha ko'rib bittadan like deb bosib tursa Fayzullo. Ey, otangga rahmat deb like ni tirsillatib qo'ysan, qo'ydi xohlagan turida bor aka. Va yarichka sovliq yeyishadi, mayda hammasidan aka qo'yim. Assortiment katta aka. Obrachilar bitta sensatsiya qilaymi? Xudo xolasa. 2 million 800 mingdan bugun aka. 2 million 800 ming. Labaz aka. Rekord aka bugun. Hurmatli obunachilar, bugun efirimizga 2 million 800 mingdan dahshat qo'zilar chiqib keladi akalar. Biz unda vaqtni qisqa qilamiz, o'zlaridan fon ma'lumotini olishga harakat qilamiz. Fayzullo birinchi partiyamizga nechta? Aka, birinchi partiyamizga aka 45 ta aka. 45. Xudo xolasa 200 tani orasidan terib qo'yilgan 45 ta aka. Mana jonivorda akalar. Qo'yimiz ko'p. Biroz gap aytay. Birinchi o'rinda akalar suyagiga ahamiyat bering akalar. Kastagiga, uzunliklariga adden ahamiyat bering. Mana jonivorda akalar. 150 kilo, 160 kilo vaznda yengil oladigan, bo'yi 95 1 metr bo'ladigan qo'chqorlar shulaytilar. Fayzullo hali bular tish buzmagan-ku. Yo'q, aka bu qo'zi aka 7 oy 8 oyda orasidagi qo'zichoq aka. Shu holatiga. Ha, olib borib yemini shuni maza qilib beradigan qo'y aka. To'g'riladi aka, suyagini. Janob bu siz uzoqdan ko'rib haligi nima dedingiz? Shahd berdingizmi aka? Mana. Kecha qo'chqor chiqardim-da tish buzgan aka. Yo'q aka, mana aka bu chista olabuqon aka qo'y aka bu. Oyoqda bir qator qo'y olishyaptimi? Kastaxlarga ahamiyat berib qo'ysin. Suyagi buzuq narsani olsin aka. Libbi yurimiz sotaman deyishganda ham boqsa ham aka yaxshi foyda qiladigan qo'ydoqlar obunachilar. Nimaga shunchalik gapiriladi aka? Yaxshi narsani berish kerak obunachilar bergan berish aka. Hurmatli obunachilar, kimdan qayerdan qo'y olsangiz ham shunaqa suyakli, kastakli qo'chqor olishlaringizni tavsiya qilaman. 4 oy, 5 oyda chiroyli rezultat qilaman. Men uzoq boqmayman. Rasa boqsam 6 oy boqaman degan ekiblarimizga xudo xolasa 6 oyda zakon yetiladigan akalar qo'chqor toza qoladi. Bir cho'pon, bir atardi qo'chqorlari. Bu bozorda terma qo'y emas, hurmatli obunachilar. Bemalol tepasidan kelib ham onlayn starda olishlaringizni ham tavsiya beraman. Cho'chima savdosini qiling akalar. Aka o'tgan safar videomiz bor-ku? Ha. Lekin aka dehqon akalarimiz kam olishdi aka. Aksariyat savdoga ketdi. Bitta odamga berdim. Partiya nimaga oz chiqaraman aka? Bitta odam aka ko'rdimi, narx arzonlanmagan odam tortaveradi aka qo'ydi. To'g'ri gap. Muhimi narxida. Bular yosh oylarga 7-8 oylar bo'ylar nechiga beramiz? Bo'ylar 75 plus minusga beramiz aka. Bir qator o'lchab ham beramiz aka. Minus kichkina bo'y emas. Bo'yini ushlabdan o'lchab beramiz. Shunday o'sha bitta ushlab ketek. Ammo tovlanishini qarang, jonivorda mashalloh. Mana jonivor aka. Ahamiyat bering, bo'rtib o'rgan. Yerdan balandligi akalar 78. Nima deyapti bu? Mana aka. 80. 80 deysan chiqarsin aka. Yo, serios aka. Mana aka, men sarig'ini ham aytaylik aka mana. Mana 78. 75 ga olishaversin. 75 plus minus. Ammo narxi ham 75 ta bo'ladi. Bitta olgan odamlar hali 80 sunushlari chiqib ber. Akalar 75 ga beraman. Plus minus olishaversin. Bo'yi qiziq emas aka menga. Ha. Buni narxi qiziq bo'ladi. To'g'ri gap. Narxi qiziq, sifat qiziq, o'zgarish qiziq bo'ldi aka. Akalar yeb icharini, dastavkasini qilib yetkazib berlar. Ammo jon Allohniki borgandan keyin yeb icharini, to'r panjasini tekshirib olib, xotirjamlik ila pulini sanab bering. Yillar davomida pul qilib, yillar davom boqa. Shuning uchun yaxshi arzon sifatlisini olishingizni tavsiya qilamiz akalar. Shoshilmang, haqiqiy narxlar tushdi akalar. Bundan bir oy oldingi aka-ukalarimizda hozirgi dalnimamitda 500 ming so'm 600 ming so'mdan arzon bo'lyapti. Yolg'onmi Fayzullo? Yo'q, to'g'ri aka. Bir oy oldingi narx endi qarang aka, hamma tushdi deyapti-yu, qo'y tortilib bo'ldi aka. Qo'y tortildi. Qo'y tortildi. Narx sekin ko'tarilyaptimi aka? Endi ko'tarilyapti aka. Endi olish kerak aka. Hozir momenti. Hozirgi moment shu qo'yni olish bir hafta ikki haftadagi chiroyli foydasini berib, o'zim ham olaman aka qo'yni. Mana o'g'il bolang gapi. Birinchi partiyamizga nechta dedingiz? 45 ta aka. Xudo xolasa pichim maqtasi yo'q. 100% qo'chqor aka qo'y.
Bular hammasi bir cho'pon, bir atar. Bir atarda qo'y aka, xudo xolasa. Atmosferani qarang, maşallah. Shuna uyingizda bitta to'lib tursa akalar, eng kamida 50 ta 40 tadan boqni inshaalloh nasib qilsin. Mashaytiga Fayzullo otanga rahmat, bitta like bosib. Obunachilar ko'p kutirmaylik endi aka. Qanchadan? Narxini aytaylik aka. Narxli bo'yicha qo'y 4,5 milliondan aka. Ha. Arzon berdimizda 44 dan berib qo'yish mumkin aka. Ha. Unaqa narx qo'ymayman aka. 43 dan berishadi, xayr sunnatiga o'tib beraman. O'zlariga. O'zlariga. Ya o shayda o'tasizmi? Shaydam o'tiraman. Shayda ochiq aka. Bo'larsa 50 ming emas aka, 100 ming so'mda o'tib beraman aka. Barbar aka. ozgina kelishtiring. Tanlov olishga mana 4 million 200 mingdan olsin aka. Bir joyga ayri bor. Bitta joyga hayrisi bor aka. Ey, qarang, ichimda top, telefondan ochib 50 ming o'taman emasmi aka? Bitta gap aytamiz, Mato obunachi telefon qilsin aka. 4 milliondan bo'lsa 45 tasini beraman aka. Barbar aka. Mana buni savdogarning ishi bo'ldi, haqiqat. Hurmatli obunachilar, shunday tagini yengil qilib qo'ydi olsangiz, akalar olganda ham maza qilasiz, mana jonivorda akalar. Mana qo'y aka, bozorga chiqsin. 44 ga topishsa aka, arzon topdim deysiz aka mana. Olsin aka, qanaqalar 42 dan xohlaganlar olishaversin. Bitta liboy tanlab olsa 42. Ey, liboyni tanlab olishi 42 aka. Bir joyga 4 million. Optimaga 4 million so'mdan aka, dastavkasi ichida 7 ishsa bir hafta garantiyasi jonalloh tika. Eshituring, minusiga 5 ta qancha chiqarib berasiz? Yo'q, minus yo'q bu qo'yda aka. 5 ta bo'lsa ham bor. Yo'q. 5 4 ta bor. Yo'q. Obunachi 2 ta chiqarib berishi mumkin. Bo'ldi, gap yo'q. 2 dona, ya'ni 4 milliondan pastiga chiqarib beriladi. Hurmatli obunachilar, aloqa chiqing, narx sifat yoqqan bo'lsa tavsiya qilinadi. Bu botelkada qo'zi emas, hurmatli obunachi, bu rostmana yemga tayyor suyagini buzib bo'lgan. Yirik qo'chqorlar mana. Bu birinchi partiya biz. Bu birinchi partiyalarimiz aka. Ketdi ikkinchi partiyalar. 2 million 800 ming so'm. 2 million 2 million 800 ming obunachilarni qo'y yiqqanman aka. Ha. Anchadan bir obunachi pensionerlar uchun qo'ydi yig'ib qo'ydim aka. Ammo har videoyimizda faqat pensionerlar uchun chiqaryapsiz. Bu safar nechta? Aka ko'p aka soni. Soni ko'p. Soni ko'p. Hurmatli obunachilar, bundan keyingi partiyamizga akalar 2 million 800 ming so'mlardan chiqib keladi akalar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga siz kutgan o'sha arzonlar faqat pensionerlar uchun. Nechta Fayzullo? Soni 13 ta aka. Qo'chqor. 100% qo'chqor aka. Hammasi erkak. Hammasi erkak aka. Yosh oyliklari. Yosh oylik 4 oylikga olishaversin aka. 4 oylik. Bo'ylarichi? Bo'ylari mana shu narsa telefon qilsa o'lchab beraman aka. Ammo narxi arzon. Mana akalar, to'g'ri aytgan. Narxi mana shu qo'zini 13 ta qo'zini realni narxi 300 mingdan arzon bo'lsa anib turib. Telefon qilsa jo'natib ber deyishaversin aka. Like bosib qo'shadi. Endi obunachilar sut barra qo'zi 2,5 million, 2 million 600 ming bo'lyapti. Mana sizga 4 oylik qo'zilar akalar. Qo'chqor 13 ta faqat pensionerlar. Mashaytiga Fayzullo otanga rahmat, bitta like bosib qo'y. Qo'ldan kelganicha arzon qilib chiqarib berilyapti. Narxini qancha qilamiz uka? Qizdirma. Yengil narx 3 million 300 ming so'mdan bo'lsa bitta odam oladi aka. Ha. Arzon oldim deydi. Ha. Lekin aka telefon qilishsan, so'rashmasin aka. Bitta aytaman, bitta kelsaman aka. 3 million so'mdan babar aka buni o'zi. Tanlab olaman ichidan 5 ta, 6 ta, 10 ta tanlab olaman, 100 mingdan plyusi bor aka. Akalar 3 milliondan ketaveradi akalar. Mana sizga haqiqiy qo'chqorni lyubitellar arzonidan 13 dona yeb icharsini bir hafta dastavkasi akalar mutlaqo bepul. Bir dona, 2 dona olsangiz ham savdosi bor. Kalla garbonoslarga qorin qismlariga taxminlab beradi akalar. Zo'r ishtazi. G'o'zapan ham yeverashlar uka bular. Aka berganingda aka bular. Ha. Ammo qovun po'cha bermanglar, tarix po'cha. Shu qo'yni mazani ochiryapti. Dastavka qilib berasiz. Body bilan Toshkentga besplatni yetkazib beraman 3 million so'mdan. Bo'ldi. Pensiya bundan keyingisiga Fayzullo. Pensiyalar uchun aka chiqaramiz aka. 2 million 800 ming. 2 million 800 ming. Hurmatli obunachilar, bundan keyingi 2 million 800 Shu ming. chiqarishda rekord hali YouTube platformasini buzib o'rmasa bo'ldi-da aka. Gap yo'q. Bitta like deb bosib turing, biz ikkinchi partiyamiz, uchinchi partiyalarni olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, uchinchi partiyamiz, ya'ni remix usulida arzongina 4 dona urg'ochimiz oraga tushib qoldi. Endi buni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Bitta pensiyani bitta yosh oilaga nasib qilsin inshaalloh. Ammo narxi arzon. Buni jonivorda. Aka aytadi, eldan sanam yoshiga eldan deyshadi. Aka 5 oylik qo'zi aka. 4 oyim yarichka sovliq aka. Mana jonivor. Bitta odam oladi, sentyabrga borib qo'chqorda aka, yaxshisini qo'shsin aka. Yaxshi bolani bersin aka. Akalarimizga. Yosh oilaga 5 oylik, bo'ylarichi? Bo'ylarimi? Ha. O'lchab beraman aka. Ha, o'lchang. Ba'zi siz 5 dan tursangiz pasaytasiz. Ham ta'minot 65 ga beraverasizmi? Beraveramiz aka. Mana aka bitta metr tashab berayin aka. Bu metr. Ha. Mana. Aka 65 emas bu, 68 aka. 65 bo'ldi. Bu 65. Narxi ham shu. Narxi aka 38. Kami? Boshqa joyda. Ha. 3,5 milliondan. Xayri ham bor. Yo'q, bir joyga 3,5 milliondan Dastlabki. Tekin aka. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, mana akalar 3 million 500 ming so'mdan
urg'och, ojizalarda so'ragan ko'klarimizga quyruqli qora kashtan bittasi muzrang ekan mana jonivor. O'tyapti chiroyli svetidan 4 dona. Bu 3-chi partiyamiz. Qani 4-chi partiyamiz? Ayab chiqing. O'shadan bir ko'rsatib o'tib ketadi. 2 million 8 milliondan bir 2 ko'rsatib. million 800 ming so'mdan ha aka. Kundi kechqi beryapsiz hozir. Hurmatli obunachilar, 4-chi partiyamizga ozgina so'z 4 dona. Bitta dehqon akamiz mana mushkuli oson bo'ladi. Narxi arzon, urg'ocha bular Fayzullo hammasi. 4 oyim urg'och aka. Yosh o'yligichi. Yoshlar 3 oylik plus aka. 3 oylik plyusda. Bo'ylari 60, 65. 60 olishaversin aka. Mana shu narsa aka. Xo'sam akalar, olib maza qilasiz. Ko'p emas, 4 dona endi imkon darajasida chiqarib berishga harakat qilinyapti. Uzunliklariga, kastaga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Mana jonivor. Fayzullo qanchadan qilamiz? Aka buni narxi balandroq aka. Ha. Lekin har safar chiqarib berib biz duo qilishyapti aka. Ha. Mana aka. Bizda tildan qaytish yo'q aka. Qanchadan? 2 million 800 mingdan aka. Dastlabki ichida. Dastlabkasi ichida. Bittasi ham olishaveradi. Olishaveradi aka. Mana o'g'il bolang gap akalar. Bir dona olsangiz ham 2 million 800, bir joyga olsangiz ham 2 million 800. Akalar, ulgurib qoling, shunaqa arzon 5 ta 10 ta qo'ya olaman degan ko'klarimizga kanalga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqcha bosib qo'ysangiz, birinchilardan ulgurib qolasiz. Ko'p chiqmaydi, 10 tagacha chiqsa, 15 ta chiqib qolar, rosa bo'lsa. Bu safarga 4 donaga to'g'ri aytganda 4 ta 5 ta sotilib ketib qoldi. Ammo qo'ldan kelganicha shu 4 tani ham qo'yib berilyapti. Akalar, kanalimizdan uzoqlashmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz akalar. Ha, o'ynaqa arashan qo'chqor so'ragan kekularimizga ham bemalol kelishingiz mumkin. Charchov chiqyapti. Xudo xolasa bularni ham syomkasini ertangi kunimizda xudo xolasa chiqarishga mana jonivorlar akalar. Qo'chqoridan so'ragan kekularimizga hamma qo'ramizda qo'yib borman. Ishlar bir ko'rsatib o'taman. Bemalol kelib savdosini qilishingiz mumkin. Namangan, To'raqo'rg'on, Sariq qishloq Fayzullo ukamiz qo'yib bermaydi. Bemalol kelaverasizlar akalar.